Ikkita so'z bor, tilga oson. Ikkita so'z bor, qiyomatda tarozini bosadigan ikkita so'z bor. Ikkita so'z bor, Robbimizga yoqimlik. U ham bo'lsa subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Shunaqa deb qo'ymaylikmi? Soatga qarab aytib ko'ring shuni. Subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Qancha vaqtingiz ketdi? Ikkita so'z bor, tilga oson. Ikkita so'z bor, qiyomatda tarozini bosadigan ikkita so'z bor. Ikkita so'z bor, Robbimizga yoqimlik. U ham bo'lsa subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Shunaqa deb qo'ymaylikmi? Soatga qarab aytib ko'ring shuni. Subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Qancha vaqtingiz ketdi?